Payg'ambarimiz alayhissalomning zamonlari. Madina-i Munawvara. Xurmo bog'i bor edi. U xurmo bog'ining yonidagi xurmo bog' bir yetimniki edi. U yetim bola bilan narigi xurmo bog'ining egasi bir tup o'rtadagi xurmo daraxtiga talashib qolishdi. Bunisi meniki deydi, bunisi meniki deydi. Yetim bola payg'ambarimizga shikoyat qilib keldi. Mening daraxtimni qo'shnim meniki deyapti. Payg'ambarimiz alayhissalom oralarini hal qilishlari kerak. O'zlari borib xurmozorni ko'rdilar. Hukmda to'g'ri hukm chiqarishlik uchun kamtarona borib xurmoga zorga kirib ko'rdilar. Qani buni bir avval ko'raylik, o'rganaylik. O'rgansalar, bu xurmo daraxti yetimniki emas, narigi qo'shnisiniki ekan. Payg'ambarimiz alayhissalom uni ana shunday hukm chiqardilar. Bu qo'shniniki ekan. Talashma. Eng odil hukmni chiqardilar. Egasiga hal qildilar. Bir mahal unda qarasalar, yetim bola-da ko'zdan shovdirab yosh oqyapti. Payg'ambarimiz mehribon zot rahmlari keldi. Xurmozorning narigi egasiga menga qara dedilar. Shu bir tup xurmoni yetimga bersang, senga jannatda bir tup xurmo bo'ladi dedilar. Haligi odam hali g'azabdan tushmagan. Chunki yetim bola nohaqlik qilib olib keldi-da payg'ambarimizni. Yo'q dedi, rozi bo'lmadi. Bu holatni ko'rib turgan Abu Dahdah radhiyallohu anhu fursatdan foydalandilar. Ey Allohning rasuli, shu xurmo daraxtini men sotib olib shu yetimga bersam, o'sha jannatdagi xurmo menga bo'ladimi dedilar. Bo'ladi dedilar. Shunda xurmozorning egasiga mana bu mening bog'im, hammasi senga shu bitta daraxt uchun dedilar. Rozimisan dedilar. Roziman dedi. Haligi daraxtni yetimga o'tkazdilar. Va o'zlarining bog'lariga bordilar. Sotilgan bog'ga. Bog'da Abu Dahdohning ayollari va bolalari yurgan ekan. Ayoliga aytdilar: "Ey Ummu Dahdoh, bog'dan chiq, bu bog'ni Allohga sotdim" dedilar. Ayollari ikkilanib ham o'tirgani yo'q. Yo'q deb ham o'tirgani yo'q. Rabihal bay'. Bu savdo qanday katta foyda keltiribdi dedi. Chunki ayol ham o'zining jinsidan-da. Teng-tengi bilan. Ayoli undan ham ko'ra xursand bo'lib ketdi. Qarasalar, bolalari cho'ntaklariga, qo'llariga to'kilgan xurmolardan olgan ekanlar. Bolalariga aytdilar: "Cho'ntagingizdagini ham, qo'lingizdagi xurmolarni ham tashang, bu xurmozor endi bizniki emas" dedilar. Mamnun bo'lib, xursand bo'lib bog'dan chiqib ketdilar. Ish ana shunday go'zal yakunlandi. Islom har bir ishni ana shunday eng go'zal yo'l bilan hal qilgan. Eng adolatli yo'l bilan hal qilgan. Musulmonlar bu haqiqatni bilishlari kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yer yuzini
adolatga to'ldirgan zot. Odam ajratmaganlar. Rasululloh uchun hamma barobar edi. Qurayshning sayyidi ham, Suhayb Rumiy, Rumdan kelgan avval qul bo'lib sotilgan Suhayb ham, Bilal Habashi, Habashistondan kelgan qora tanlik ham, Xurosondan borgan Salmon Farsi ham Payg'ambarimiz alayhissalomning oldilarida barobar edilar. Islomning ta'limoti shu. Odamiga qarab muomala qilish bu musulmonning ishi emas. Musulmon barchaga barobar qaraydi. Barchaga adolat bilan qaraydi. Nohaqlik qilmaydi. Nohaqlik qilmaydi. Bir tomonga og'ib ketmaydi.